Men umrimning ziyoda bo'lishini shu do'stim misolida ko'raman. Hozir shukrkim, akalari, ukalari, beshala singillari hayotlar. Shubham yo'qki, ular akalarini har kuni mehr bilan eslaydilar. Uning haqqiga duolar qiladilar. Oilada siylai rahmdan so'z ochilsa, tog'ang shunday mehribon odam edi. Uning hayoti senlarga ibrat bo'lsin deb farzandlariga tarbiya beradilar. Bu farzandlar vaqti kelib o'z farzandlariga mening tog'am shunday musulmon sheva edilar deb ibrat qilib eslashlariga ham ishonaman. Kab ul Ahbor degan ekanlar kim? Muso alayhissalom ham Bani Isroil uchun dengizni yorgan Allohga qasamki, albatta Tavrotda yozilgan: Allohdan qo'rqing, ota-onaga yaxshilik qiling va qarindoshlarga siylai rahm qiling. Umringiz ziyoda bo'ladi. Yengilingizni yanada yengil qiladi. Qiyinchiligingizni ketkazadi. Keling, ayni damda kitobdagi satrlardan ko'z uzaylik-da, do'stim Dilshod va shunga o'xshagan barcha mo'min musulmonlar haqqiga duo qilaylik. Yo Robbimiz Alloh, bizlarni siylai rahmni uzmaydigan bandalaringdan qil. Hayotlik chog'larida siylai rahmni uzmagan birodarlarimizning oxiratlarini obod etgin. Qiyomatga qadar tug'ilib yashaydigan zurriyotlarini ham ular kabi mehribonlardan qilgin. Bizlarning qalblarimizdagi mehr muruvvatni ham ziyoda et. Vaqtiki kelib bu dunyoni tashlab boqiy dunyoga ketganimizda oramizda qolganlar yaxshi fazilatlarimizni eslab bizlarni ham duolar qilsinlar. Ba'zi birodarlarimiz qarindoshlaridan uzoqlashadilar-da, bu xatolarni yashirish uchun o'sha qarindoshlarini ayblaydilar. Bir ibodatli birodarimizning gaplaridan ajablangan edik. Ammalari haqida so'zlay turib aytdilarki, men ammamnikiga qadam bosmay qo'ydim. O'zi ham, bolalari ham namoz o'qimaydi. Buni musulmonchilikka yo'yishi ayniqsa ajablanarli edi. Agar u chin musulmon bo'lsa, yaxshi odoblarini namoyon etib, o'sha benamoz ammasini ziyorat qilavermaydimi? Yaxshi fazilati bilan ibrat bo'lavermaydimi? Tez-tez ziyoratga borib, da'vat qilavermaydimi? To'g'ri, 1-2 da'vat qilibdi. Kitoblar olib borib beribdi. Lekin muslim uchun bu kifoya emas-da. Alloh uning qarindoshlariga hidoyat bermaguniga qadar da'vatning keti uzilmaydi. Ehtimol Alloh bu birodarimizning sabrini, dindagi sabotini sinamoqchi bo'lib, qarindoshlariga hidoyat berish pallasini keyinga surgandir. Bu birodarimiz kabi yanglishgan kishilarga Maymun ibn Mahron aytgan ibratni eslatishni joiz deb bildik. 3 narsada kofir va musulmon barobardir. Kim bilan ahdlashgan bo'lsang, ahdingga vafo qilgin. Xoh kofir bo'lsin, xoh musulmon. Albatta ahd Alloh uchundir. Orada qarindoshchilik bo'lsa, siylai rahm qilgin. Xoh kofir bo'lsin, xoh musulmon. Kimiki senga omonat bergan bo'lsa, omonatini ado qilgin. Xoh kofir bo'lsin, xoh musulmon. Yana bir birodarimiz to'y qilayotgan yaqin qarindoshiga yordam berishni istamabdi. Sabab, to'y qilayotgan odam ziyofatni zamonaviy tarzda dasturxonga aroq qo'yish bilan o'tkazmoqchi bo'libdi. Birodarimiz buning nomaqbul ekanini aytsa-da, u ko'nmabdi. Bu masala yuzasidan fikr bildiruvchilar orasida yordam pulini beravermaydimi? Yordam bergani uchun savob oladi. Bu pulni nojoiz sarf qilgan odam esa gunohga botaveradi deyishlari ham mumkin. Gap shundaki, o'sha qaysar odam boshqalardan qarz olib niyatiga yetadi va oqibatda kamxarjligi tufayli oilasi bilan ozor chekadi. Badavlat qarindoshi pul bersa, shu ozordan xoli bo'lardi, shundaymi? Shundaylikka shunday, ammo shariat nuqtai nazaridan qarasak,
birodarimiz pulining haromga sarf etilishini bila turib bersa durust bo'lmas edi. Robbimiz Alloh taborak va taolo rahmni yaratib, o'zining Rahmon sifati bilan marhamat etdiki, men Rahmonman, sen rahimsan. Kim seni uzsa, uzilaman. Kimiki senga bog'lansa, bog'lanaman. Arshdan o'rin olgan rahim esa kecha va kunduz der ekanki, yo Parvardigoro, sening yo'lingda kimiki menga bog'lansa bog'langin, kimiki sening yo'lingdan meni uzsa, uzilgil. Bizda ko'chalarga turli shiorlar osib qo'yish bor. Agar bu odat uyga ham ko'chirilsa, aynan shu so'zlarni ibrat uchun yozib qo'yishini taklif qilgan bo'lardim. Chunki silai rahim uchun Allohning xayrli mukofoti bo'lgani kabi, bu odobni tark etgani uchun azobli jazosi ham borligini bir nafas ham unutmasligimiz zarur. Bu xususda hadisi sharifda ta'kid etilganidek, azob uqubat qiyomat kuniga asrab qo'yilganidan tashqari, shu dunyoning o'zida ham insonning o'ziga jabr yetkazadigan gunoh, kishilarga zulm yetkazish va qavm qarindoshlarga qilinadigan silai rahimni uzib qo'yishdir. Bu jazoni atrofdagilar ham ko'rib turishadi. Masalan, mavzu avvalida bayon qilganimiz mash'um hodisaga qo'shimcha sifatida aytishimiz mumkinki, qarindoshlaridan uzilgan odamning topgan tutganlaridan baraka ketadi. Farzandlari orasidan mehr qochadi. Hali tiriklik chog'idayoq farzandlarining meros talashib, yuz ko'rmas bo'lib ketayotganlariga guvoh bo'ladi. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan rahim xususida eshitgan hadisni rivoyat qiladilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam aytibdilar: Alloh taolo men dunyodagi barcha borliqqa rahim qiluvchi Rahmonman va rahimni yaratib, Rahmon degan nomimning harflaridan tarkib topgan rahim so'zini unga ism qilib qo'ydim. Endi kim rahimni, qarindoshlikni uzmasdan yursa, men undan rahmatimni uzmayman. Va kim uni uzib qo'ysa, men ham undan rahmatimni uzib qo'yaman degan. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bu mavzuga yanada aniqlik kiritib aytadilar: Alloh taolo haqlarni yaratib bo'lganidan keyin rahim turdi. Bu o'rinda rahim atamasiga ulamolarimiz qarindoshlar va bir-biriga bog'lanadigan nasab silsilasi nazarda tutiladi deb izoh beradilar. Alloh undan nega turding deb so'raganida, u: Ey Robbim, men uzilib qolishdan panoh so'rovchi sifatida huzuringda turibman deb javob berdi. Shunda Alloh taolo: Ey rahim, seni uzgan kishilardan marhamatimni uzsam, shunga rozi bo'lasanmi deb so'raganida, rahim: Ey Parvardigori olam, men bunga albatta roziman degan edi. Shunda Alloh taolo unga: mening senga va'dam shudir dedi. Abdulloh ibn Amr roziyallohu anhu esa aytadilar: Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bitta barmoqlarini egib, rahim so'zi Alloh taoloning Rahmon nomidan shu barmog'imdek unib chiqqan bir shoxchadir. Uni birov uzmasa, Alloh taolo uzmaydi va kim uzib qo'ysa, Alloh ham uni uzib tashlaydi. Qiyomat kuni Alloh rahimga fasohatli, o'tkir va ochiq so'zlaydigan til beradi, dedilar. Demak, qiyomatda kim qarindoshlikni uzgan va kim uzmaganini ochiq bayon qilish uchun Alloh rahimga til berar ekan va shu til bilan u kimlarningdir foydasiga va yana kimlarningdir zarariga o'z da'vosini isbot etar ekan. Bu o'rinda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam barmoqlarini ko'rsatib juda go'zal tashbih qilyaptilar. Chindan ham kishining barmog'ini birov uzmaydi. U faqat o'zining ehtiyotsizligi uchun biron nimada chopib olishi mumkin. O'g'irligi uchun chopilsa ham o'zi aybdor. Qarindoshlik zanjirini uzgani tufayli
Allohning shafqatidan bebahra qolgudek bo'lsa, kishi o'zining ehtiyotsizligi yoki ahmoqligiga da'vo qilaversin. Qarindoshlar qanday sabablar bilan uzilishib ketadilar? Ko'p hollarda meros talashish oqibatida. Ota-onalardan meros qolgan bemehrlik, loqaydlik, xudbinlik kabi illatlariga davo topolmaganlari tufayli, kibr xastaligiga chalinganlari uchun. Bu holda boyroq qarindosh kambag'alroq jigarni mensimaydi. Bundan uning ko'ngli ranjiydi. Siylay rahim qilaman degan niyatda bu kibrli qarindoshnikiga borganida u nimani ko'radi? Faqat takabburlikni ko'rsa, ehtimol chidar. Ammo badavlat qarindoshining ko'zlarida bu bir nimaga muhtoj bo'lib, tilanib keldimikin degan xavotirli savolni ko'rgach, chidashi qiyindir. Ammo bu ham Allohning bir sinovi. Chidab sabr qilgani ma'qul. Hasad kasaliga bandi kambag'alroq qarindosh badavlatroq jigarini ko'ra olmaydi. Hatto Xudo nima uchun unga beradi-yu, menga bermaydi deb Alloh bilan ham haq talashib qo'yadi. Yoki tinmay ta'magirlik qilaveradi. Yoki qarindosh haqida g'iybat va ig'volarni tarqataveradi. Badavlat qarindosh undan bezadi. Ammo bu ham uning uchun bir sinov. Chidab sabr qilgani ma'qul. Hasadchi qarindosh bizga yomonlikni ravo ko'rsa, biz unga Allohdan insof tilab duo qilaylik. Allohning uni insof va hidoyat sari burgani bu sabrimiz uchun bizga bergan mukofoti bo'ladi. Qarindoshlar orasida sovuqchilik tushishiga ma'lum bir odamlarning bilib bilmay aytib yuborgan gaplari ham sabab bo'lishi mumkin. Na ilojki oramizda gap tashuvchilar kam emas. Gapni shunchaki tashib qo'ya qolsa mayliya, qo'shib, ko'pirtirib yuradiganlari ko'p. Shunday noma'qul gapni eshitganda ayrimlar bu bir g'iybatda deb ortga tashlab yuborsalar, olam guliston. Lekin g'iybatligini bila turib g'azablana boshlaymiz. Holbuki biron kishi qarindoshingizni yomonlasa, siz unga qo'shilib yomonlamang. Aksincha, uning yaxshi tomonlarini eslay boshlang. Shunda vujudingizda uyg'onayotgan nafrat chekinadi. Nafratdan qutula olmasangiz, o'zingizni qiynab yuravermang-da, o'sha qarindoshingiz huzuriga boring. Menga qarshi shunday debsiz yoki menga qarshi shunday ish qilibsiz. Sababini tushuntiring. Aybim bo'lsa men uzr so'ray. Siz esa kechiring deng. Balki sizga yomonlik istagan qarindoshning qalbi muhrlangandir. O'zi iymondan uzoqdir. U holda ko'p aytishmang. Janjalga yaqinlashmang. Agar iymon egasi bo'lsa, yo'l qo'yilgan xatoni bartaraf etish choralari bo'yicha birgalikda fikrlashing. Ikki jigar orasida, nifoq qo'zg'ovchilar orasida xotinlarni ko'p uchratamiz. Ovsullarning bir-biriga nafrati kundoshnikidan yomonroq bo'ladi. Qarindoshlikning zanjirini uzishga intiluvchi xotinlarni kalta fahmlikda ayblaymiz. Lekin ularning gaplariga laqqa tushib, jigarlaridan yuz o'giruvchi ernichi? Xotin akangiz yoki opangiz unday deb g'iybatni boshlaganida, er to'xta. Sen aytayotgan odam bilan biz bir qorindan tushganmiz. Shu odam menga 20 yoki 30 yildan beri aka. U mening beshigimni tebratgan. Uning kimligini, yaxshi yomonligini sendan ko'ra men yaxshiroq bilaman deb to'xtatsa, har qanday xotin ikkinchi marta o'ylabroq gapiradigan bo'ladi. Yana shunday ayollar borki, til bilan g'iybat qilganlari yetmaganday turli ilmu amal, jodular bilan qarindoshlardan qutulish choralarini izlaydilar. Shukrki bunday buzg'unchilardan ko'ra oqila ayollarimiz ko'proq. Bir birodarimiz ayollardan gap ketganida shunday degan edi. Xudo menga oqila ayol ne'matini berdi. Men akamdan ranjib, bordi keldini ham yig'ishtirmoqchi bo'lgan edim. Ahli ayolimga, farzandlarimga ham
akamnikiga borishni taqiqlab qo'ygan edim. Bir kuni ahli ayolim akamni tug'ilgan kunlari ziyorat qilib kelibdi. Borib kelganini yashirmay o'zi aytdi. G'azablangan edim, bosiqlik bilan tushuntirdi. Agar akangiz bilan yuz ko'rmas bo'lib ketsangiz, bilgan bilmagan qarindoshlar, tanishlar birinchi navbatda meni ayblashadi. Chunki men kelinman. Jigarlar ozgina xafalashib yurishib, keyin baribir yaqinlashib ketasizlar. Jigarni jigardan uzib bo'lmaydi. Akangiz yomon bo'lsalar, siz yaxshi bo'lavering. Shu gapiga farishtalar omin deyishgan ekanmi, oradagi nifoq ko'tarildi. Kelajakda uzilib ketmaslik uchun quda bo'ladilar. Biroq yoshlarning oilasi buzilishi natijasida yuz ko'rmas bo'lib ketadilar. Aynan mana shu holat kishini o'yga toldiradi. Yaqin qarindoshlik zanjirini mustahkamlamoqchi bo'lgan aka-uka yoki opa-ukaning ayblari to'ydan keyin kashf etila boshlaydi. Qizi unday ekan, yaxshi tarbiya bermabdi deb bir tomon ikkinchi tomonga mag'zava ag'darsa, ikkinchi tomon ham tek turmaydi. Oqibat esa ravshan. Oilasi buzilgan yigit va qiz boshqa turmush qurib ketadi, biroq uzilgan qarindoshlik tiklanmaydi. Ba'zan esa aksincha holat ham yuz beradi. Masalan, uka opasining yoki akasining o'g'lini kuyov qilish niyatida. Ochiq aytolmaydi-ku, biroq tashriflarini behad quyuq qiladi. Bu uydagi har bir marosimda xotini bilan kelib xizmat qiladi. Keyin bir kuni orqavarotdan eshitib qoladiki, u niyat qilgan yigitga qiz qidirishayotgan emish. Shunda yaqinlari orqali niyatini ma'lum qilganda, qarindoshdan kelin qilmayman degan javobni eshitib, tashriflarini butkul uzmasa-da, avvalgi mehribonchiliklarini to'xtatadi. Yana shunga o'xshagan turli katta-kichik sabablar ko'pki, bularning birontasi qiyomatdagi hisob chog'ida bizga bahona bo'la olmaydi. Silai rahmni mukammal ravishda bajarishda qarindoshlik haqlarini ado etishlik ham bor. Alloh taolo bandalariga, qarindoshlaringga, miskin va musofirlarga o'z haqqini ber deb buyuradi. Isro surasidagi oyati karimaning bu ma'nosini Abdulloh ibn Abbos shunday tafsir qiladilar. Bunda Alloh haqlarning eng zarurini berishga buyurdi. Mablag'i bo'lsa, amallarning eng afzali bo'lgan qarindoshlarga, miskin va yo'lda qolgan musofirlarga berishga da'vat qiladi. Agar mablag'i bo'lmasa, nochor kishilarga qanday muomala qilish lozimligini o'rgatadi. Parvardigoringdan kutadigan rahmat, rizq qo'lingda muyassar bo'lmay, ularga qaray olmasang, ularga muloyim gapir. Ya'ni o'sha nochor odamni noumid qilmay, hozircha yo'q, ammo yana mol kelib qolar, shuni kutib turibman kabi umidbaxsh so'zlar bilan yaxshi va'da qilishga chorlayapti. Qo'llaringni bo'yningga sirtmoqlab qo'yma, ya'ni baxillik qilma. Qo'llaringni juda ham yoyib yuborma, ya'ni bor yo'g'ingni berib yubormaki, u vaqtda malomatga qolasan. Chunonchi keyin kelganlarga hech nima bera olmaganing uchun seni malomat qiladilar. Hamma molingni olib ketganlar seni mashaqqatga solib qo'ygan bo'lishadi va sen toliqib, qiynalib o'tiraverasan. Demak, Qur'oni Karim ota-onaning farzanddagi haqqini bayon qilibgina qolmay, zikr etilgan oyatlarda qarindoshlarning ham bir-birlarida haqqi borligini bildirmoqda. Imkoni bor, o'ziga to'q kishida nochor, yordamga muhtoj qarindoshlarning haqqi bor. Bu haq ularga Alloh tomonidan berilgan. Boy badavlat kishi o'z qarindoshlariga yordam berganida minnat yoki fazlini ko'rsatish uchun emas, balki Alloh amrini ado etish, Alloh belgilagan haqni berish uchun qilgan bo'ladi. Shuningdek, nochor qarindosh o'zining badavlat qarindoshidan biror narsa olganida uning huzurida xoruzor bo'lib emas, Alloh unga belgilangan haqni olayotganini tushunib, o'zini erkin tutib oladi. Rum surasida ham bu masala yana ta'kid etilib, Allohning yuzini ko'rishni istaydiganlar uchun
buning eng xayrli ish ekani bildiriladi. Rizq berish Allohning lutfi bo'lgach, rizqning kamayib qolishidan qo'rqmay, qarindoshlarga haqlarini berish kerak ekan. Ya'ni siz bilan bizning rizqimizda ularning ham haqlari bor ekan. Bu haqni tan olmasak, xasislik bilan o'zimizga o'zlashtirish choralarini istasak, bizga buyurarmikin? Ba'zan aka-uka yoki opa-singil tutinganlarni uchratamiz. Yaxshi amallardan hisoblanmish bu odob xususida do'stlikka oid bobda yanada fikrlashamiz. Yusuf Xos Hojib hazratlari yozadilarki, qodoshliq kishi qusi chovi beduk, odoshliq kishi oti sovi beduk. Qodoshing yo'q ersa yuru tut odash, odash ezgu bo'lsa bu bo'ldi qodosh. Deyilmoqchikim, qarindoshlari bor odamning sha'ni, shuhrati ulug'dir. Do'sti bor odamning esa so'zi ulug'dir. Kel qarindoshing bo'lmasa do'st tut. Yaxshi do'st qarindosh o'rnida bo'lur. Chindan ham shunday. Ammo qarindoshidan uzilgan holda aka-uka tutishni anglab yetish qiyin. Qutadg'u bilikda yana shunday satrlar bor. Yog'iz yer yashil suv yoroshdi bila, oro yuz chechaklar yozildi kula. Yarashiq qorisa qodosh yo odosh, ulardan bo'lur qodosh qabila. Deyilmoqchikim, bo'z tuproq bilan suv ittifoq bo'lgani uchun 100 xil gul chechaklar kulishib ochildi. Qarindosh yor birodarlar ittifoq bo'lishsa, undan tarqalgan go'zal jamoatlar vujudga keladi. Barcha yaxshi xulqlar bo'yicha eng go'zal ibrat Rasulullohning sunnatlaridir. Abu Hurayra aytadilar, kim Qur'oni Karimda ey Muhammad, sen o'zingga yaqin bo'lgan urug' aymoqlaringni mening azobimdan qo'rqit. Ularni ogohlantir. Shu'ara surasidan degan oyat nozil bo'lgan vaqtida Rasululloh turib, ey Kab ibn Luay bolalari, ey Abdumanof bolalari, ey Hoshim bolalari, ey Abdul Muttallib bolalari, sizlar o'zingizni do'zax o'tidan qutqaring. Ey Muhammadning qizi Fatima, sen ham o'zingni jahannam o'tidan qutqas. Menga e'timod qilma, chunki qiyomat kuni tashvishdan men seni qutqazishga qodir emasman. Ammo sizlar bilan albatta qarindoshligim bor. Uni men sizlardan uzmayman deb oshkora nido qildilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam shu xutbalarni unutmasak, yuqorida zikr etilgan oyatlar va hadislar ma'nosini chaqib, ularga amal qilsak, inshaalloh qiyomatda sharmanda bo'lmagaymiz. Mazkur mavzu so'ngida yana duoga qo'l ochaylik. Oliy, a'lo, vahhob sifatli Robbimiz pokdir. Bizlarga hidoyat berguvchi yo Robbimiz, Alloh bizlarni qarindoshlardan begonalashtirayotganing uchun o'zingga shukrlar qilamiz. Vafot etgan qarindoshlarimizga lozim darajada silai rahim qila olmagan bo'lsak, bu gunohlarimizni kechir. Oxiratda ular bilan rizolikda ko'rishmoqlikni nasib et. O'zimizdagi silai rahim odobini mukammal qilganing holda zurriyotlarimizni ham bu ne'mat bilan ne'matlantir. Ularni qarindoshlarning mehr muhabbatlaridan bahra olib yashashlarini nasib et. Agar shu kunlarda silai rahimni bilib bilmay uzib qo'ygan bo'lsak yoki shayton uzishlikka vasvasa qilayotgan bo'lsa, bizlarni u la'nati iblis yo'lidan qaytar. Berahimligi uchun qarindoshlari duoibat qilmaslaridan avval ularga uzr aytib boradigan solihlardan qilgin bizlarni. Amin. Ya Robbil alamin. Azizlar, bu suhbatimiz sizlarga ma'qul keldimi yo yo'qmi bilmayman. Har holda ma'qul kelishiga umidim bor. Agar shunday bo'lsa, har birimiz o'tgan kunlarimizni eslab ko'raylik. Ehtimol qaysidir qarindoshimizdan ozmi ko'pmi uzoqlashgandirmiz. Shunday bo'lsa, hadis-i sharifda zikr etilgan xolasi bilan yarashib kelgan odam singari bugunmi yo ertagami har holda ko'p kechiktirmay
uning huzuriga boraylik. Qadrli tinglovchilar, siz yozuvchi Tohir Malikning Odamiylik mulki asarining 1-faslidan parcha tingladingiz. Asarning davomini kelgusi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin.